Assalomu alaykum. Bugun o'rtadigan maqolamiz yana davomi. O'tgan safar biz sizlar bilan Kanan Marikovaya, Unin Marikopda maqolani o'tgan bo'lsak, bugungi maqolamiz esa Xorangido Chemaramyon onda. Ya'ni endi biz buni tarjima qiladigan bo'lsak, Xorangi degani bu albatta yo'lbars. Chemaramyon, ya'ni men gapiradigan bo'lsam, myon grammatikasi bizda sa, agar sa degan ma'noni bildiradi. Ya'ni yo'lbars ham men gapirsam keladi. Ya'ni buni biza o'zbek tilidagi bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi maqoliga sinonim qilib olsak bo'ladi. Rasmga qarasak yanada to'liqroq tushunishimiz mumkin. 어젯밤에 호랑이가 마을에 나타났대요. 어젯밤에 호랑이가 마을에 나타났대요. Ya'ni qishloq aholisi gaplashyapti. Kecha-kechasi qishlog'imizga yo'lbars paydo bo'libdi qishlog'imizda deb aytishdi deyapti. Ya'ni kecha-kechasi yo'lbars qishlog'imizda paydo bo'libdi deb aytishyapti deb, ya'ni bular yo'lbars haqida gapirayotgan edi. Xo'rangida deb yo'lbarsni o'zi kelib qoldi. Ya'ni bo'rini eslasang, ya'ni kimdir haqida gapiradigan bo'lsangiz, o'sha odamni o'zi kelib qoladi, o'sha holatda ishlatilinadi. Ya'ni bo'rini eslasang, qulog'i ko'rinadi. Kimdir haqida gapiradigan bo'lsangiz, o'sha insonni o'zi siz yoningizda paydo bo'lib qoladi yoki kelib qoladi degan ma'noda. Endi biz yanada to'liqroq shu maqol bo'yicha solmon, ya'ni tushuntirilishni o'qib ko'ramiz. Xorangido chemaramyon onda. 다른 사람의 태에서 이야기를 하는데 그때 그 사람이 나타난다. Ya'ni boshqa bir odam haqida gapirayotgan edim. O'sha paytda u odam o'zi paydo bo'ldi, o'zi kelib qoldi degan ma'noda. Yuqorida esa endi bizda dialog bor, o'qib ko'ramiz. Ya'ni Jinsushi, Mareshi hamda Wanyangshi gaplashgan ekan. Xo'p. 모두 왔지요? 그럼 어제 출발할까요? 잠깐만요. 완양씨가 아직 안 왔어요. 더 완양씨예요? 완양씨는 항상 약속 시간을 안 지키는 것 같아요. 맞아요. 호랑이도 제 말하면 온다더니 저기 완양씨가 오네요. 많이 기다렸지요? 늦어서 정말 미안해요. 완양씨 다음부터는 제발 약속 시간 좀 지키세요. Ya'ni tarjima qiladigan bo'lsak, hamma keldi-ya, unda jo'nab ketsak bo'ladi-ya demoqchi. To'xtab turing, Wanyangshi hali kelmadi. Yana Wanyangshimi? Wanyangshi har doim uchrashuv vaqtlariga amal qilmaydiganga o'xshaydi. To'g'ri. Bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi deganlaridek, ana bu yerda Wanyangshi kelyapti deyapti. Wanyangshini o'zi esa ko'p kutib qoldingizlar, kech qolganligim uchun zo'r deb kechirim so'rayapti. Wanyangshi keyingi safardan iltimos uchrashuv vaqtlariga amal qiling deb Jinsushi gapiryapti. Ya'ni bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi. Tegida yana biz hozir o'rgangan maqolamiz qatnashgan misollar berilgan. 호랑이도 chemaramyon 온다더니 우리가 민수에 대해서 이야기하고 있을 때 민수가 교실에 들어왔다. bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi deganlardek, biz Minsushi haqida gaplashib o'tirgan edik. Gaplashib o'tirgan paytimizda Minsushi sinfxonaga kirib keldi. yoki 영미가 제 한국어 시험 공부를 도와줬어요. 그래서 오늘 시험을 잘 봤어요. 아, 그래요? 호랑이도 제 말하면 온다더니 저기 영민 씨가 오네요. ya'ni 영민 씨 mening koreys tili imtihonimga yordam berib yubordi. Shuning uchun bugun imtihonni yaxshi topshirdim. Rostami? Bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi deganidek, ana bu yerdan
yongminshi kelyapti degan ma'noda kelyapti. Xo'p, endi bizda keyingi betlarda albatta so'zlar, mashqlar berilgan ekan. Mashqlarni albatta bajarib jo'natamiz va bugungi maqolamizni yana bir marta takrorlab oladigan bo'lsak, Xo'rangido che maramyon onda. Ya'ni bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi degan maqola ekan. Ya'ni kimdir haqida eslab gapirib turgan paytingiz o'sha insonni o'zi paydo bo'lib qoladi yo kelib qoladi. Xo'p, bugungi unda maqolamiz shu yergacha edi.